Agar Yunus tasbih aytuvchilardan bo'lmaganda edi, qayta tiriladigan qiyomatgacha baliq qornida qolib ketgan bo'lardi deydi Alloh. Yunus alayhissalom u yerdan nima chiqardi? La ilaha illa ant subhanak inni kuntu minaz zolimin deyverdilar. Aytaverdilar. Alloh taolo baliqdan chiqarib oldi. Bizga nima najot beradi g'amlardan? Tasbih najot beradi. Payg'ambar alayhissalomdan Imom Abu Dovud rivoyat qiladilar. Agar bir bandaga g'am tushib qolsa, qalbi mahzun bo'lsa, ishlari rivojlanmasa, uni qalbida bir og'irlik, mahzunlik bo'ladigan bo'lsa, Yunus alayhissalom aytgan tasbih aytsin, Alloh unga kishoyish beradi deganlar. Qancha odam shu bilan kishoyish topgan, to'g'rimi? Qancha odam shu tasbih aytgan? Bu joyda juda katta qoida bor. Endi siz ibodatsiz bo'lib, shunchaki yashab bitta boshingizga musibat tushdi. Shuni tasbihni ushlab olib aylantirsangiz, Alloh najot bermaydi. Nimaga? Alloh nima deyapti? Yunus alayhissalom haqida. Falawla annahu kana minal musabbihin. U oldin ham tasbih aytardi-da, deyapti Alloh. Kana moziy siyg'asida. Oldin ham tasbih aytgani uchun uni baliq qornidan chiqarib oldik, deyapti.